ilk marotaba Xorazm viloyatida Voha finali. Ha, QVZning Voha ligasini ikkinchi mavsumi finalini biz Urganch shahridagi Avesto amfiteatrida 2000 dan oshiq yig'ilishlar bilan Vohaning eng zo'r komandalari, eng katta zvizdalari bilan birgalikda finaldamiz. Bilasizmi, menga eng yoqqan narsasi nima? Haqiqatan ham quvnoqlari buzoqlar ham juda katta oila. Hozir siz har bitta bu yerda oldin bo'lgan chempionlarni ham ko'rishingiz mumkin, chunki aynan shartlarida, quvnoqlar va zikkorlaridagi shartlarda chempionlar bilan degan joyi bor. Menga bu juda ham yoqdi. Hamma joyda kayfiyat ulashishadi bu bolalar. Super. Yoshlarimiz super. Albatta bugun bayram bo'lganda ham QVZning Voha finali. Finalga biz ham tashrif buyurdik, ishtirok etamiz. Biz Xorazmda birinchi marta emas. Oldin terma jamoa bilan ham kelganmiz. Xuddi mana shu saroyda Avesta zalda biz konsert qo'yganmiz bolalar bilan birgalikda. Oldingi bilan hozir QVZni solishtiradigan bo'lsak, o'zgarishlar juda ham katta. Qanaqa aynan? Bugun bayram shukur. Bugun hammada nastrena zo'r, o'yin xudo xohlasa zo'r o'tadi. Xuddi bir Toshkentda bir Drujbada gala konsert bo'layotgandek. Ko'zga ko'ringan million jamoasidan ma'ruf deysizmi? Bu Bravo jamoasidan mehmonlar kelgan. Hattoki ustozimiz Jahongir Poziljonovning o'zlari bugungi bayramga tashrif buyurgan. Yo'q, bayramga tashrif buyurgan demak, komandada ishtirok etyapti. Komandada ishtirok etib, muxlislarga bayramona kayfiyat ulashib ketadi. Ko'rdingizmi, QVZ qanday kishilarga qodir? Do'stlar, bugun qurshovidamiz. To'g'risini aytsam, bekorga do'stlar demayapman, chunki QVZ bu haqda bu yosh shogirdlardan bo'lsa ham, lekin bu yil hokim kubogida nechinchi o'rin oldingiz? 3-o'rin. Uchinchi o'rin. Ko'rdinglarmi? Bular hamma yigitlar shu yerda birlashib, bugun juda ko'pchiligi Toshkentdan tashrif buyurib, bir-birini qo'llab-quvvatlash uchun tashrif buyurishdi. Joyidan oldi. Rahmat. Yana bir chempionimizni hozir ko'rishingiz mumkin. Mana aytamiz. Ha, shunday bo'lsa savol bering. Yo'q demaysiz. Va alaykum assalom davlat. Qaysi komandadasiz? Buxorolik bo'ldi. Chiqishinglar qanaqa? Endi ko'zimiz yetadi, endi omadga bog'liqlar bu jon. Nasib bo'lsa qo'limizdan kelgancha yurakdan o'ynayveramiz. Raqiblar qanday? Raqiblar ham zo'r, bir-biridan yaxshi, bo'lmish faizli. Har doim bitta savol mana juda ham ko'pchilik shu quvnoqlar va zukkolarga qiziqtiradi. Sizga quvnoqlar va zukkolar nima berdi? Zukkolar oiladek bo'lib qolgan, 16 yil bo'lgan bo'lsa chiqqanimga hali ham sahnaga ketgimiz kelmaydi. Aka-uka olib keldik, ustoz olib keldik, opasini olib keldik. Sazini aytganda, qo'pol qilib aytganda, chiroyli qilib aytganda oila. Ko'rdingiz, men shu oilada bo'lishga hech ham uyalmayman. Juda ko'p kommentariylarda bachkanalikka yo'l qo'yishga ruxsat berasiz. Bu bachkanalik emas, bu yoshlar orasida bo'lish. Biz ularni ma'naviyatga o'rgatamiz. Ular ham bizga zamonaviy ma'naviyatni ham talqin etishga yo'l qo'yib berishgan. Va shuning uchun kadr orqadagi ko'p jarayonlarni siz ko'rmaysiz. Biz bir jamoa va bir oilamiz. Rahmat. Apa assalom. Zo'r. Ma'ruf chempionlardan bittasi. Opam chempion bo'lgan. Iya. Nima, savol berish bo'yicha. Rahmat Ma'ruf. Bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Shunga shuncha. Ha, конечно. Men bir ikkovimiz vaym pay o'ynaymiz. Assalomu alaykum. Birinchi men salom bermasam, hozir jarima ballari eshitishim mumkin. Yaxshi kelib olding. Sizdan bir kun oldin kelganman-da, endi mezbon bo'lib qolaman-da joyida. Asamizda chempionlar ham biri hisoblanadi. Bugungi kunda mehmon sifatida tashrif buyuribdi, to'g'ri emasmi? Shunday, ha, bir kun oldin keldim, mehmon bo'lib, bugun mezbonman. Xolasa mehmonga chaqirishdi. Voha liga finali zo'r bo'ladi deyishyapti. Chunki 3-shartda hamma zvezdalar kelgan bo'lsa, o'tirganlar orasida zvezdalar ko'p. Misol uchun bittasi men. Muxlislar ham zerikmaydi. Qarang, yondashuvni. Super. Shogirdlar Xo'ja Nasriddin liga. Assalomu alaykum. Oliy ligaga nima? Kadr. Xo'ja Nasriddin ligamiz bo'ldi. QVZga ochdik bugun. Nechta bolani bugun tarbiyalayapsiz? Bugun bizda 15 ta komanda ishtirok etdi. Birinchi mavsum.
ko'rib turganingizdek ozod nafaqat ilmiy ish bilan mashg'ul, balki yoshlar tarbiyasi bilan birlashtirgan holatda. To'g'risini men o'zim hayratda qolayotgan joyim, hazil mutoyiba bilan yashaydigan odamlar ilm bilan uyg'unlashtirilib, har bitta jarayonda yoshlarni judayam yo'nalishini to'g'irlab berayotgan shunday insonlarimiz ko'p. Rahmat, siz rahmat. Finalda taklif qilib qolaman. Yaqinda Qanday bo'ladi? 6-iyun Buxoro sharifda kutib qolamiz. Xo'ja Nasriddinning ilk mavsum finaliga sizlarni kutib qolamiz.